Ye, tushunmadim. O'yinlarni kim sindirdi? La'nati shulg'ut, yana senmi? Qani bu yoqqa kel. Menga qara, nimaga qo'llarni oynasini sindirasan ha? Nimaga? Bataringizni eshitchanglar. Senlarni xonaga bir minut qoldirib ketib bo'lmaydi. Qoshlaringga bitta tushirsan shulg'utni. Bitta xonani oynasi qancha turishini bilasanmi o'zi? Nimaga meni xonamni oynasini sindirasan? Borib Mavlonovning xonasiga oynani sindirsak bo'lmaydimi? Umuman nima haqqing bor xonani oynani sindirishga? Kelib sen oynani sindirasanmi? Senga emas, meni xonamni oynasini sindirish. Hozir men seni uzun burningga o'zing nosib qo'yaman. Sen o'zi o'rmonga yurishing kerak, maymun. O'zi menga bu xonani direktor Mavlonov bergan edi. Endi men direktor Mavlonovga nima deb javob beraman? Xonani oynasini kim sindirdi deb so'rasa, sen javob berasanmi? Kechirasan, men bu uyni egib javob berishim kerak. Yoki men o'rnimga borasanmi? Gapir o'zi o'ldirib tashlayman. Nima meni urmoqchimisan? Undan ko'ra bo'ynimdan uzib bo'g'ib qo'ya qol. La'nat shulg'ut. Ustoz Hamroyev, meni hali O'chira o'zingni, gapirma. Men gapirgan payt pastga qara, tushundingmi? Nimaga yerga qaraysan? Meni ko'zimga tik qarashga qanday jur'at etding? Senga emas, meni ko'zimga tik qarash, pastga qara. Umuman ko'zingni yumib yurmay gapirganda. Tarzan maymun, meni ichingga so'kma, tushundingmi? Ichingga so'kma. Hammasini eshitib turib nima deyotganingni. Xullas ertaga nima qilib bo'lsa ham, xonani oynasini joyiga qo'yasan, tushundingmi? Bo'lmasam go'shtingni siqdan o'tkazib, mana bu shashlik xonaga shashlik qilib topshiraman, tushundingmi? Qo'limdan havarasi keladi. bo'ldi, ustoz Hamroyev, men to'g'rilab beraman. Qarochi harakatingni qil, xarib. Kelib, meni xonamni oynasini sindirasan, sen maymun. Ye, partamni ustida turgan ruchka qayerga ketdi? Ay, yergina yursin seni. Olaman ruchkamni ham oldingmi? Ertaga oyna bilan birga ruchka ham getirasan, tushundingmi?